Messi va Ronaldoning o'yinlaridan qanchalik bahramand bo'lmaylik, ulardan oldin Maradona va Peledan shunaqa bahramand bo'lishgan. Futbol qiroli kim deb turganlar, eski zamonlarda qirollar ham bo'yin ekan afsungarlar bo'lgan. Futbol qiroli kim uchundir Pele yoki Maradona, yana kimdir tengsiz Messidir yoki 40 yoshga kirganda ham Holland Mbappe'ga gol urishda o'rnak bo'layotgan Ronaldodir. Lekin men uchun qirollardan da ustun yigit bor. Futbol afsungari Ronaldinho. Ishoning, kimdir Messidek driblinglar qilar, kimdir Ronaldodek Chempionlar Ligasi qiroli ham bo'lar. Lekin unga o'xshab nozik did ila nay ovozidek hech kim koptokni o'ynata olmaydi. Undagi latofat bilan to'pni o'ynatishlari go'yoki bir musiqa atrofida raqsga tushishlarini boshqa hech kim qaytara olmaydi. Unga farqi yo'q, maydondami yoki ko'chada, juda bo'lmasa qamoqxonada ham futbol o'ynayveradi. Qaysi klubda faoliyat yuritgan bo'lsa-da, o'z klubining sevimlisi bo'lib qoladi. Uning ketishini esa ko'zda yosh bilan qarshi olishardi. U nafaqat maydondagi afsungar, balki muxlislarni ham rom etuvchi afsungar edi. Braziliya futbol afsungari bo'lsa, u Braziliyaning afsungari edi. Tushunyapsizmi, u qanchalik kuchli edi. Mana oradan shuncha yil o'tibdiki, hali u singari nozik did ustasi chiqmadi. Chiqmasa ham kerak. Nima ham derdim? Sening takrorlanmas ijrolaringda sog'indik. Yosh jiyanlarim hali ham Messi va Ronaldo uchun tortishib yurganda, sening o'yinlaringni qo'yib beraman. Negadir ular darrov do'stlashib senga muxlis